Ogoh bo'ling, xitoyliklar haqida yana bir shoshilinch xabar tarqaldi. Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida joylashgan sobiq texnikum binosi buzilib, uning o'rniga Xitoyning nufuzli oliy ta'lim muassasasining filialini tashkil etish rejalashtirilmoqda. Bu haqida Chirchiq shahar hokimligi ma'lum qildi. Bildirilishicha, Chirchiq shahri Zakovat ko'chasi 2-uyda joylashgan sobiq texnikum binosi ancha yillardan beri foydalanilmasdan qarovsiz holatga kelib qolgan. Ushbu obyekt o'rnida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorlariga asosan Xitoyning nufuzli oliy ta'lim muassasasining filialini tashkil etish loyihasini amalga oshirish belgilangan. Qarorga asosan Xitoy Xalq Respublikasining Sony Group Limited kompaniyasi ta'sischiligidagi Chirchiq innovatsiya gimnaziyasi mas'uliyati cheklangan jamiyati tashkil etilgan. Jamiyat tomonidan zamonaviy gimnaziya tashkil etish loyihasiga 15,0 million dollar to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar jalb qilinishi, 100 tadan ortiq yangi ish o'rinlari yaratilishi va 500 nafar Chirchiq shahri istiqomat qiluvchi oilalar farzandlarining sifatli ta'lim olishini rejalashtirgan deyiladi hokimlik xabarida. Shuningdek, sobiq texnikum binosi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 4-oktyabrdagi moddiy madaniy merosning ko'chmas mulk obyektlari milliy ro'yxatini tasdiqlash to'g'risidagi 846-son qaroriga asosan madaniy meros obyektlari milliy ro'yxatga kiritilmagan.